Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz siz bilan YouTube'da ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugungi video darsimiz aksiya halolligini aniqlash to'g'risida bo'ladi va bugungi video darsimizni boshlaymiz. Xo'p, ushbu videoda aksiyalarning halolligini masalasini ko'rib chiqamiz. Aksiya nima ekanligini va islomiy nuqtai nazardan qanday baholanishini o'rganamiz va shuningdek amaliy misollar bilan birga tushuntirishga harakat qilamiz va biz keyingi slaydimizga o'tamiz. Xo'p, o'zi aksiya nima deganlar uchun aksiya haqida umumiy tushuncha, ya'ni aksiya bu kompaniyaning ma'lum bir ulushlarga ajratilgan qismi ekan. Xo'p, aksiya egasining huquqi kompaniyaning foydasidan bir qismini olish huquqiga ega ekan. Daromad olish usullariga keladigan bo'lsak, aksiya sotib olgan aksiyani narxiga ko'tarilganidan so'ng sotish orqali daromad olish mumkin. Endi aksiya nima ekanligini batafsil ravishda tushuntirib beraman. Ya'ni aksiya bu kompaniyaning daromadining ma'lum bir ulushlarga ajratilgan qismi ekan. Ya'ni misol tariqasida sizda bir kompaniya bor, o'sha kompaniya bir sanoatga oid bo'lgan bir mahsulot ishlab chiqaradi va o'sha sizning kompaniyangiz endi aksiyasini chiqarishingiz kerak. Endi sizning kelayotgan daromadingizni ulushlarga ajratasiz. Ya'ni sizning daromadingizni ulushlarga ajratasiz va aksiya chiqarasiz. Mana shu holatda bo'ladi. Egalik huquqiga keladigan bo'lsak, siz kompaniyaning aksiyasini sotib olganingizdan so'ng siz hech qanday u kompaniyaga egalik qilish huquqi bo'lmaydi. Va u kompaniya sizga majbur emas. Ya'ni nimaga? Sababi masalan siz aksiyani faqatgina narx harakatiga asoslangan holatdagina yuradigan bir shartnoma qog'ozini sotib olayotgan hisoblanasiz bu aksiyada. Keling bir amaliy tarzda bir tushuntirib beraman. Ko'rishimiz mumkin. Masalan, aksiya deb faraz qilsak, ya'ni buni masalan aksiya deb, ya'ni bu kompaniya daromadining ulushlarga ajratilgan qismi ekan. Ya'ni siz bu aksiyani masalan sotib olganingizdan so'ng bu aksiyaga siz faqatgina sotib olish va sotish huquqiga ega bo'lasiz. Ya'ni kompaniyaning daromadi oshishi bilan, ya'ni masalan yangiliklar chiqishi bilan yoki kompaniyada daromadlar oshib, yangiliklar chiqishi bilan bu kompaniyaning aksiyasi ko'tariladi va ko'tarilish orqali siz daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, $190 aksiya sotib oldingiz, u aksiya $200 bo'ldi va siz savdodan chiqdingiz, ya'ni $10 foyda bilan. Mana shu holatda siz savdo qilasiz va foydangizni olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu aksiya misolida. Lekin bu aksiyamiz masalan bizning bir qaysidir kompaniyaning ma'lum bir ulushlarga ajratilgan qismi ekan. Aksiyani ikkinchi tarifiga keladigan bo'lsak, masalan biz sotib olgan aksiya, demak kompaniyaning narx harakatiga asoslangan holda yuradi. Ya'ni masalan kompaniya narxi yetarlicha ko'tarilib, masalan tushib, har qancha yo'nalishda yuradi. Balki bir xil paytda uptrend, downtrend, sideways ham bo'ladi va masalan narx harakatlari misol tariqasida o'zgarib turadi. Masalan, Tesla kompaniyasining aksiyasini misol keltiramiz. Masalan, Tesla kompaniyasining aksiyasi, ya'ni narx harakati, ya'ni bu yerda trend hisoblansa, ya'ni uning aksiya narxi $165. Ya'ni faqat siz aksiyani narx harakatiga asoslangan shartnomasinigina faqat sotib ola olasiz. Nimaga unday deyapman? Sababi bu yerda masalan Tesla kompaniyasini o'zining miqdori bo'ladi. Ya'ni masalan mega kompaniya bo'lishligi mumkin. Istalgan kompaniya, masalan Intel bo'ladimi, xohlagan kompaniyaning o'zining darajalari bo'ladi. Masalan small kompaniya, mega kompaniya, gigant kompaniya, turli xil o'zining turlari bor. Bu masalan umumiy miqdori masalan $2 trillion bo'lishligi mumkin. Masalan $2 trillion bo'lishligi mumkin. Endi buning 1%, ya'ni 1% aksiyasi juda ham qimmat bo'lib ketib qoladi. Ya'ni buni umumiy nechta ekanligini bilib bo'lmaydi. Ya'ni kompaniya nechta aksiya chiqarganligini yoki nechta umumiy foizlarga ajratilganini bilib bo'lmaydi. Shuning uchun daromadini ulushlarga ajratib, umumiy biz sotib olishimiz va savdo qilishimiz uchun umumiy shunaqa aksiyalarni ishlab chiqaradi va bozorga qo'yadi va biz shu orqali kompaniyaning daromadi o'sishi orqali daromad qilamiz. Aytib o'tganimizdek, endi kompaniyaning daromadining ma'lum bir ulushlarga ajratilgan qismi
ya'ni daromadidan bir qismi mana bu aksiya bo'ladigan bo'lsa, bu aksiyaning ikkinchi tarifi, ya'ni bu hech qanday boshqa aksiya emas, faqatgina bu ikkinchi tarifi hisoblanadi. Ya'ni birinchi tarifi daromadini ma'lum bir ulushlarga ajratilgan qismi aksiya bo'lsa, ikkinchi turi bu masalan aksiyani to'liqroq tushunishimiz uchun, ya'ni narx harakatiga asoslangan instrumentimiz bu aksiyaning ikkinchi tarifi ekan. Faqatgina masalan aksiyani ko'tarilish orqali daromad qilishimiz mumkin va biz aksiyani sotib olish va sotish huquqiga egamiz. Shu orqali daromad qilishimiz mumkin bo'ladi. Umumiy aksiyalar misolida ana endi biz islomda aksiya savdosi haqida batafsil gaplashamiz va bu yerda ko'rishimiz mumkin 3 ta instrument orqali aslida halol, shariatga muvofiq va mazmun va shartlar. Endi unga to'liq o'tishdan oldin to'liqroq aksiyaning turlarini gaplashib o'tamiz. Ya'ni bundan oldingi slaydimizda, ya'ni tushuntirishimizda aksiya nima ekanligini tushuntirgan bo'lsak, endi aksiyaning turlari bor. Ya'ni masalan oddiy aksiyalar bor va imtiyozli aksiyalar bor. Bizda oddiy aksiyalarda savdo qilishimiz joiz hisoblanadi. Bu yerga biz nimaga imtiyozli aksiyalarni qo'shmadik? Imtiyozli aksiyalarda savdo qilishlik umuman nojoiz hisoblanadi. Xo'p, oddiy aksiyalar aksiyadorlarga kompaniyaning foydasidan ulush olish huquqini beradi. Islomda aksiya savdosi aslida halol bo'lishi mumkin agar u shariatga muvofiq bo'lsa. Halollik yoki nojoiz ekanligini aksiyalarning mazmuniga va shartlariga bog'liq bo'lar ekan. Ya'ni biz oddiy aksiyalarni masalan qanday daromad olishimiz mumkin? Narx ko'tarilishidan tashqari biz dividend orqali daromad qilishimiz mumkin. Dividend haqida ham keyinroq batafsil gaplashamiz. Biz bu yerda ko'rishimiz mumkin, masalan islomda aksiyani hamma, ya'ni fond bozorida biz hozir savdo qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, umumiy ya'ni islomda aksiyalar savdosi joiz hisoblanyapti va biz savdo qilishimiz va daromad olishimiz mumkin ekan. Lekin bu hamma aksiyada emas. Buni to'liqroq keyingi slaydlarimizda ko'rib o'tamiz. Xo'p, endi dividendlarga keladigan bo'lsak, xo'p, dividend nima? Dividend bu kompaniyaning sof foydasidan aksiyadorlarga to'lanadigan pul. Kapital qo'shimchalari aksiya narxining oshishi natijasida hosil bo'lar ekan. Dividend siyosatiga keladigan bo'lsak, kompaniyaning dividend to'lash bo'yicha strategiyasi quyidagicha. Dividendlar kompaniya foydasiga qarab o'zgaradi. Xavf darajasi yuqori kompaniya yomon ko'rsatkichlarga ega bo'lsa, aksiyalar qiymati yo'qolishi mumkin bo'lar ekan. O'zbekistonda kompaniyalarning dividend to'lash ko'rsatkichlari 2022-yilda dividendlar bo'yicha o'rtacha daromadi 12% ni tashkil etgan ekan. Lekin bir eslatmani aytib o'tishlik kerak. Dividend 1 yilda 1 marotaba yoki chorakda 1 marotaba beriladi. Ya'ni 3 oyda 1 marta to'lanishligi mumkin bo'ladi. Ya'ni siz masalan kompaniyaning aksiyasini sotib oldingiz va bu kompaniya masalan misol tariqasida dividend to'laydigan kompaniya ekan. Bu kompaniya misol tariqasida narxi masalan $100lik kompaniya aksiyasi masalan narxi $100. Agar biz bir dona oladigan bo'lsak, ya'ni bitta aksiya oldik, bu har yili bizga masalan $5 to'laydi ekan. Masalan $5 har yili bir marotaba to'laydi. Ana endi bu biz qancha ko'p aksiya sotib oladigan bo'lsak, bizga shuncha ko'p dividend beriladi. Masalan biz bitta emas, balki masalan 10 ta aksiya sotib oladigan bo'lsak, demak bizda 1 yil davomida masalan $50 to'laydi ekan. Masalan bizda ko'rishimiz mumkin 10 ta aksiyamiz $100 dan, demak $1000 bo'lar ekan. Ya'ni $1000 ga $50 dan har yili to'lanadi ekan dividend. Bu nima deganlar uchun? Masalan $5 o'zgarishligi mumkin. Nimaga? Masalan kompaniyaning aksiyasi narxi har xilcha o'zgarib, masalan tushib ketishligi mumkin yoki umuman ko'tarilib, ya'ni kompaniyaga yaxshi daromadlar keltirishi mumkin va shu daromadlar orqali bizga kompaniya dividend to'laydi, ya'ni quyidagi dividendni to'laydi. Bu doimiy ravishda to'lanadi. Ya'ni siz kompaniyaning aksiyasi, ya'ni dividend to'laydigan kompaniyaning aksiyasini oldingizmi, demak u sizga dividend to'lashga majbur hisoblanadi. Ana endi biz aksiya halol bo'lishi uchun shartlarni to'liqroq ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, halol biznes, ya'ni aksiya kompaniyasi halol biznesda faoliyat ko'rsatayotgan bo'lishligi kerak ekan. Ribo holatlari bo'lishi kerak emas ekan. Ya'ni aksiya savdosida foizli operatsiyalar, ya'ni ribo yoki g'arbiy moliyaviy tizimlardan foydalanish taqiqlanar ekan.
Shaffoflikka keladigan bo'lsak, aksiyalarni sotish faqat aniq, ya'ni shaffof va adolatli shartlarda amalga oshirilishligi kerak ekan. Ya'ni endi to'liqroq tushuntiradigan bo'lsam, ya'ni siz kompaniyaning aksiyasini sotib olyapsizmi? Demak, siz e'tibor berishingiz kerak. U kompaniya halol biznes bilan shug'ullanadimi? Ya'ni masalan, siz sotmoqchi bo'lgan kompaniya misol tariqasida mashina ishlab chiqaradi. Mashina ishlab chiqarish biznesi masalan halol biznes, ya'ni unda ortiqcha masalan ribolar bo'lmasligi mumkin yoki ortiqcha shartlar bo'lmasligi mumkin. Misol tariqasida bu holatda mumkin bo'ladi. U kompaniyaning aksiyasini sotib olish bu birinchi ko'rsatkich hisoblanadi. Bu halol biznes yuritishligi. Ana endi ikkinchisi ribo yo'qligini tekshirishlik kerak. Ya'ni bunda sizdan ortiqcha masalan kompaniya masalan ribo aralashmaydimi sizning savdoingiz? Ya'ni ortiqcha foizli operatsiyalar bo'lmaydimi? Shu narsaga e'tibor berishlik kerak. Shaffoflikka keladigan bo'lsak, aksiyalarni sotish aniq bo'lishligi kerak. Ya'ni ortiqcha kompaniya masalan va'dalar bermasligi kerak. Ya'ni masalan bizning kompaniyamizda aksiyalarni juda ham tez sotishingiz mumkin bo'ladi-yu, lekin savdoga kirganingizda masalan sotishlikda juda ham qiynalishingiz mumkin. Masalan likvidlik masalan juda ham past bo'lishligi mumkin. Misol tariqasida u kompaniyaning aksiyalariga qarab adolatli shartlarda amalga oshirilishligi kerak bo'ladi. Kompaniya umuman laxatron bo'lmasligi kerak bo'ladi kompaniyaning aksiyasida. Ya'ni masalan bu kompaniyaning aksiyasi masalan umumiy olib qaraganda uni ishlab chiqaradigan kompaniya, ya'ni masalan uni ishlab chiqaradigan o'zining kompaniyasi halol biznes bilan shug'ullanishligi kerak. E'tibor berishimiz kerak, bu kompaniya doimiy ravishda o'zining yangiliklarini chiqarib boradi. Masalan, qancha daromad qilayotganligini, masalan, qancha zararda ekanligini va yaxshi va yomon yangiliklarni ham chiqarib turadi. Bizga nima kerak? Masalan, bu halol bo'lishligi uchun o'zining standartlari mavjud. Bu standartlarni keyinroq to'liqroq tushuntirib o'taman videomiz davomida. Ko'rishimiz mumkin. Masalan, biz sotmoqchi bo'lgan aksiya qanday kompaniyalar bo'lmasligi kerak, ya'ni cho'chqa go'shtini ishlab chiqaradigan yoki cho'chqa go'shti bilan aloqasi bo'lmasligi kerak. Alkogol yoki qimor yoki shunga o'xshagan yomon bo'lgan faoliyatlar bilan shug'ullanmasligi kerak bo'ladi. Buning o'zining tartibi bor. Topishlikni, ya'ni iloji boricha siz kompaniya aksiyasini topdingizmi? Misol tariqasida Apple kompaniyasini misol keltiramiz. Ya'ni Apple kompaniyasi faqatgina smartfon va gadjetlar ishlab chiqaradi. Uning masalan boshqa masalan cho'chqa go'shtiga yoki qimor yoki masalan alkogol mahsulotlari yoki tamaki shunga o'xshash yomon faoliyatlarga aloqasi yo'q va bu kompaniyada, ya'ni Apple kompaniyasi aksiyasida savdo qilishligimiz joiz bo'ladi. Yana misol tariqasida masalan Tesla kompaniyasining o'zi, ya'ni Tesla kompaniyasi masalan faqatgina avtomobillar bilan sanoati rivojlangan va ko'rishimiz mumkin, faqatgina masalan avtomobillar bilan shug'ullanib daromad qilishligi mumkin bo'ladi. Va bu kompaniya ham joiz hisoblanadi. Xo'p, sizda bir savol tug'ilishligi mumkin. Masalan, bu kompaniyalarning aksiyasini masalan biz topdik, masalan, qanday qilib halol ekanligini yoki nojoiz ekanligini soddaroq tarzda bilishim mumkin deyishingiz mumkin. Men sizlarga bir sayt misolida hozir ko'rsatib o'taman. Ya'ni aksiyalarni nomini, ya'ni ticker yozish orqali faqatgina joiz va nojoizligini juda ham sodda ravishda ko'rsatib beraman va biz saytimizga o'tib olamiz buning uchun. Buning uchun bizga web brauzerga Musaffa so'zini yozamiz. Ya'ni Musaffa degan sayt bo'ladi bu va ko'rishimiz mumkin bizda qidiruvda birinchi bo'lib mana bu sayt chiqdi va shu saytga bosganimizdan so'ng biroz kutamiz. Ko'rishimiz mumkin bu yerda bizda interfeys ochildi. Bizga kerak bo'ladi. Bu yerda veb-sayt tugmasini bosamiz. Ko'rishimiz mumkin bizda keyingi oyna ham ochildi va bu oyna orqali biz birinchi bo'lib free sign up tugmasi orqali ro'yxatdan o'tib olamiz va keyinchalik masalan kirganimizda mana sign in tugmasini bosib o'zimizning login parollarimiz orqali kirib foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun biz free sign up tugmasini bosamiz va birinchi bo'lib bu yerda mana first name, ya'ni bizning ismimiz, ikkinchi last name'imizni masalan familiyamizni yozamiz, emailimizni yozishimiz kerak. Bizda mobil raqamimizni so'raydi va biz bu yerda password, ya'ni parol qo'shishimiz kerak bo'ladi va men bu yerda hozir o'zimning ma'lumotlarimni kiritib ketaman. Biz ro'yxatga o'tib olganimizdan so'ng bizda mana bu yerda Go Premium degan yozuv chiqib turadi.
Va biz bu yerda masalan o'rganib chiqishimiz mumkin. Mana sayt nima haqida ekanligini va masalan qancha investorlar yoki o'zining natijalari qanday ekanligini va qanday kompaniyalar bilan kollaboratsiya qilgan ekanligini va qanaqa yangiliklar chiqib turganligini batafsil shu yerda ham ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bizga asosan aksiyani joizligi va nojoizligini topishlik muhim hisoblanadi. Endi bu yerga masalan mana tepada qidiruv tugmasi turibdi. Bu yerda masalan biz home da ya'ni home bo'limida birinchida turibmiz. Biz hech qanday watch list yoki mana bu yerdagi bo'limlardan tashqari biz kirganingizda home turadi va biz bu yerda kompaniyaning tikerini yozishimiz kerak bo'ladi. Masalan, Apple kompaniyasining tikerini yozamiz va bosganimizdan so'ng mana birinchida bizda Apple kompaniyasining tikeri chiqib turibdi va bu yerda ko'rishimiz mumkin mana charti va mana bu yerda shariat tasdiqlagan, ya'ni halol kompaniya ekanligi tasdiqlangan. Xo'p, bu yerda masalan aksiyani halolligini, joiz ekanligini va nojoiz ekanligini soddaroq tarzda ko'rib o'tasiz. Va e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda faqatgina masalan o'zining limiti bor, ya'ni bu yerda biz premium sotib olishimiz kerak bo'ladi. Premiumlarga ko'rishimiz uchun bu yerda Go Premium tugmasini bosamiz va ko'rishimiz mumkin. Mana 50% skidka bilan turibdi. Va masalan bu yerda mana 25 ming so'mdan boshlanadi. 50 ming so'm premiumlari va bu yerda 62.500 so'm, ya'ni premium plus versiyalari uchun ko'rishimiz mumkin. Bu yerda unlimited, ya'ni xohlagancha tekshirishingiz mumkin. Bu yerda masalan 150 tagacha masalan aksiyalar, bu yerda 50 tagacha aksiyalarni tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Bu to'g'ri, to'laqonli tekin emas. Bunda faqatgina siz soddaroq tarzda aksiyalarni joiz ekanligini va nojoiz ekanligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu sayt orqali to'lovlari ham unaqa darajada qimmat emas. Endi biz o'zimizning saytimizga qaytib olamiz. Fatvo va islomiy yondashuvga keladigan bo'lsak, fatvo fiqhiy mutaxassislar aksiyalarni baholaydilar. Ribo, ya'ni ba'zi hollarda ribo yoki harom faoliyatlar bo'lishligi mumkin. Alohida ko'rib chiqish harom yoki halol ekanligini aniqlash uchun har bir holat alohida ko'rib chiqishlik zarur bo'ladi. Ya'ni aytib o'tganimizdek, birinchi o'rinda sizga kerak bo'ladi, ya'ni kompaniyaning biznesi qanaqa turga oid. Masalan, joiz bo'ladigan kompaniyaning biznesi, masalan, avtomobil ishlab chiqaradigan kompaniya bo'lishi mumkin yoki oziq-ovqat ishlab chiqaradigan kompaniyaning aksiyasi bo'lishi mumkin. U birinchi o'rinda biznesi aniqlanadi. Alkogol bo'lmasligi kerak yoki nojoiz bizneslar turiga kirmasligi kerak. Ikkinchisi, ya'ni ribo holatlari bo'lmasligi kerak, ya'ni ortiqcha foizlar bo'lmasligi kerak, iloji boricha likvidlik ham iloji boricha balandroq bo'lsa, bu anchagina yaxshi bo'ladi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, bu yerda shartlar asosida bo'lishligi kerak. Ana endi biz aksiya halolligini tekshirishni endi to'liqroq ravishda ko'rib o'tamiz. Ya'ni aksiya agar kompaniyaning umumiy qarzi 33% dan yuqori bo'lsa, u holda kompaniyaning aksiyasi nojoiz deb topiladi. Ya'ni aksiyaning o'zining masalan daromadini emas, balki umumiy kompaniyaning o'zi, ya'ni masalan mega kompaniya bo'ladigan bo'lsa, 1 milliardlik kompaniyaning masalan 33% masalan 333 million dollar bo'lishi mumkin. Masalan 333 million dan yuqoriroq qarzi bo'ladigan bo'lsa, u kompaniya nojoiz deb topiladi ekan. Agar kompaniyaning daromadining 5% dan ortiq qismi nojoiz usullar orqali keladigan bo'lsa, u holda kompaniya aksiyasi nojoiz deb topilar ekan. Ya'ni masalan siz kompaniyaning aksiyasini ko'rdingiz, halol biznesga ega ekan, ko'rsatkichlari ham yaxshi, ribo qatnashmayapti, lekin u kompaniya 5% dan ortiq daromadi nojoiz usullar orqali kelyaptimi? Demak, u kompaniya nojoiz deb topilishligi kerak. Chunki dinimizda u juda ham qattiq qaraladi bunday shartlar asosida. Kompaniyaning umumiy naqd pul hisobi 30% dan baland bo'lmasligi kerak. Ya'ni kompaniyaning aktivi, ya'ni pul mablag'lari 30% dan yuqori bo'lmasligi kerak. Ya'ni bilasizki, likvidlik degani bu anchagina yuqori bo'lgan aktiv hisoblanadi. Masalan, siz hozir pulingiz bo'ladigan bo'lsa, u faol likvid hisoblanadi, ya'ni faol aktiv hisoblanadi. U pulga xohlagan vaqtingiz masalan borib notebook sotib olishingiz mumkin yoki telefon yoki oziq-ovqat sotib olishingiz mumkin. Istalgan vaqtda istalgan narsani sotib olishingiz mumkin. Bu yuqori likvidlik hisoblanadi.
Bu yerda ham yuqori likvidligi, ya'ni 30% dan ko'p bo'lmasligi kerak kompaniyaning o'zining masalan pul mablag'lari. Kutilayotgan pul tushumi 49% dan baland bo'lmasligi kerak bo'ladi. Ya'ni masalan u kompaniyaga doimiy ravishda daromadi kelib turadi va shu kelayotgan daromadi 49% dan, umumiy kompaniyaning 49% dan baland bo'lmasligi kerak bo'lar ekan. Endi islomiy moliya tizimida foiz ribo olish va berish harom hisoblanadi. 30% stavkasining mavjudligi harom qarzning ko'rinishiga kiradi. Chunki foiz olishning o'zi taqiqlangan bizning dinimizda. Qarzni qisqa yoki uzoq muddatli qilishning o'zi masalaning halolligiga ta'sir qilmaydi. Muhim bo'lgan narsa qarz shartnomasi foizsiz bo'lishligi kerak. Ya'ni biz bu yerda ko'rishimiz mumkin, masalan 33% dan yuqori bo'lgan kompaniya umumiy qarzi bo'lmasligi kerak ekan, 5% dan ortiq daromadi nojoiz usullar orqali kelmasligi kerak ekan. Aytib o'tganimizdek, masalan nojoiz deganda bu yerda masalan aloqasi bo'lmasligi kerak nojoiz bo'lgan kompaniyalar bilan. 30% dan ortiq masalan naqd pul hisobi, ya'ni o'zining naqd pul hisobi bo'lmasligi kerak ekan. 49% dan ortiq umumiy masalan kelayotgan daromadi, masalan tushumi undan baland bo'lmasligi kerak ekan. Endi biz bularni qayerdan olyapmiz? Buning uchun biz masalan Sharia Standards umumiy kitobidan olyapmiz. Va buni siz o'zingiz ham internet orqali foydalanib, bu yerdagi masalan biz ko'rsatmagan shartlarni ham o'qib ko'rishingiz va ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi va biz quyidagi link orqali o'tib olamiz. Biz saytga o'tib olganimizdan so'ng bizda quyidagicha oyna ochiladi va biz biroz mana bu pastroqqa tushganimizda mana Sharia Standards kitobini ko'rishimiz mumkin. Mana necha betligini ham e'tibor berishimiz mumkin. Demak 1264 betdan iborat ekan. Ya'ni bu yerda barcha standartlar berib o'tilgan, aksiya qanday tarzda halol bo'ladi, qanaqa savdolar nojoiz hisoblanadi va shu haqida to'liq va umumiy batafsil ulamolar jamiyati tomonidan chiqarilgan kitob ekan. Bu kitob AOFI organizatsiyasi tomonidan taqdim etilgan ekan va ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda bemalol saytni o'ziga kirib, hech qanday PDF yuklab olmagan holda ham bemalol masalan bu yerda tanishib, ko'rib, bemalol o'zimizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni o'qib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda masalan darajalar bor va qayerdan qanday qilib ma'lumot olishni ham bu yerda ko'rishingiz mumkin. Siz bu kitobni soddaroq tarzda ham topishingiz mumkin. Ya'ni siz web brauzeringizga kirasiz va bu yerda siz masalan Sharia Standards so'zini yozasiz va birinchida chiqib turgan saytga kirsangiz ham xuddi boya biz kirib o'tgan saytga kirib ketadi va shu yer orqali, shu web brauzerda qidirish orqali ham bemalol topib olishingiz anchagina osonlashadi. Bu soddaroq tarzda. Ana endi umumiy xulosaga keladigan bo'lsak, aksiya savdosi halol yoki harom bo'lishi mumkin. Bu esa kompaniyaning faoliyati, ya'ni shartlari va operatsiyalarning islomiy qonunlariga mosligini aniqlashga bog'liq ekan. Ya'ni halol yoki harom ekanligi, ya'ni aksiya savdosi halol yoki harom bo'lishi mumkin. Kompaniya faoliyati, masalan kompaniyaning faoliyatiga bog'liq shartlar va operatsiyalar islomiy qonunlarga mosligini aniqlashga bog'liq. Bu ko'rib o'tgan bu yerda masalan halol yoki haromligi, kompaniyaning faoliyati va shartlar va operatsiyalar, bular asosiy bo'lgan instrumentlar hisoblanar ekan. Ya'ni biz aytib o'tgan masalan biz fond bozori bizning dinimizda joiz bozorlar turiga kiradi. Nimaga? Sababi juda ham ko'plab aksiyalar joiz bizning dinimizda. Ko'plab aksiyalar, ya'ni butunlay emas, balki ko'plab aksiyalar. Lekin nojoiz bo'lgan masalan kompaniyaning aksiyalari bo'lishi mumkin. Misol tariqasida Netflix kompaniyasini misol keltirishimiz mumkin. Masalan, Netflix kompaniyasi nimaga nojoiz bo'lishi mumkin deyishingiz mumkin. Netflix kompaniyasi asosan Netflix kompaniyasi kinolar, masalan seriallar ishlashligi mumkin va u yerda pornografiyaga oid bo'lgan kichik lavhalar bor va shu lavhalarning o'zi ham bizning shu aksiyani sotib olmasligimizga katta sabablardan biri hisoblanar ekan.
Kompaniya faoliyati, ya'ni bu kompaniya ko'plab nojoiz kompaniyalar bilan aloqasi bo'lmasligi kerak ekan. Shartlar va operatsiyalarga keladigan bo'lsak, ya'ni islomiy qonun qoidalariga mos bo'lishligi kerak ekan biz tanlagan kompaniyaning aksiyasi. Ana endi men sizga bir topshiriq berib o'taman. Siz ham Musaffa saytiga kiring va u yerdan ro'yxatdan o'tib, o'zingizga masalan qiziq bo'lgan kompaniyaning aksiyasini qidirib, joiz yoki nojoiz ekanligini tekshirib ko'ring. U yerdagi to'liq Musaffa sayti asosan qanday holatda ishlashligi va qanday foydalanish kerak ekanligini ham batafsil tanishib chiqishingiz anchagina siz uchun ham manfaatli bo'ladi. Va bu videoni ko'rib turar ekansiz, bizni qo'llab-quvvatlashlik uchun mana shu like tugmalarini ayamasangiz anchagina yaxshi. Va agar sizda savollar tug'ilayotgan bo'lsa, bizning videomizning pastki qismida, ya'ni kommentariya bo'limida o'zingizning kommentariyangizni qoldirib, savollaringizni berishingiz mumkin bo'ladi. Biz albatta sizning savollaringizga javob beramiz va shu bilan keyingi videolarda ko'rishguncha